Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Nastroyki Broker soобщение bilan ishlashni hamda u bilan bog'liq kerakli dasturlarni yuklab o'rnatishni o'rganamiz. O'zi bu sozlama bizga nima uchun kerak va u bizga qanday qulayliklar yaratadi? Umuman olganda, JetCafe va unga o'xshash boshqa dasturlar nafaqat kafe va restoranlarda, balki fast food markazlari va shunga o'xshash savdo nuqtalarida ham foydalanishga moslashtirilgan bo'ladi va bunda zakazlar qabul qilinib, ular haqidagi ma'lumot sexga jo'natilib, ularni tayyorlash boshlanganda va zakaz tayyor bo'lganda e'tibor beradigan bo'lsak, xaridorlar uchun mana bunaqa ko'rinishda monitorlar o'rnatilib, zakazlarning tayyorlanayotganligi va tayyor bo'lishi haqida mijozlar xabardor qilib turiladi. Nastroyki Broker soобщениеda kerakli sozlamalarni amalga oshirib, JetCafe dasturining qo'shimcha yordamchi dasturlarini o'rnatib, ishga tushirgan holda esa mijozlarga bu bo'yicha unumli xizmat ko'rsatish mumkin bo'ladi. Endi esa sozlama bilan ishlashni ko'rib chiqamiz, lekin bundan oldin yordamchi dasturlarni jetcafe.app sayti orqali birin-ketin yuklab o'rnatib olamiz. Buning uchun dastlab saytga kirganimizda birinchi navbatda mana bu faylni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda x64 va x86 variantlar mavjud, ya'ni kompyuterning operatsion tizimi 64 bit yoki 32 bitligidan kelib chiqib, bulardan bittasini tanlaymiz. Kompyuterning operatsion tizimi necha bit ekanligini birinchi darsimizda MS SQL bazasini o'rnatish davomida o'rgangan edik. Bizdagi joriy operatsion tizim 64 bitlik. Shuning uchun ham biz x64 ni tanlaymiz. Yuklash boshlandi. Mana u yuklab bo'lindi, endi uni ochamiz. Bu yerda Next ni bosamiz, yana bir marta uni bosamiz, hamda Install ni bosamiz. Mana u o'rnatildi. Endi bu yerdan Close ni bosib chiqib ketamiz. Endi esa RabbitMQ ni yuklab uni o'rnatamiz. Shu yerda yana bir ma'lumot, RabbitMQ fayli faqatgina bosh kompyuterga o'rnatiladi va u JetCafe extensionsdagi dasturlar uchun ma'lumotlar bazasi bo'lib xizmat qiladi. Bu esa xuddi MS SQL ma'lumotlar bazasini faqatgina bosh kompyuterga o'rnatishga o'xshaydi. Endi buni ham ochib o'rnatib olamiz. Next ni bosamiz va Install ni bosamiz. RabbitMQ o'rnatildi. Next ni bosib bu yerdan chiqib ketamiz. Finish ni bosamiz. Endi esa mana bu faylni yuklab olamiz. Bu yerda ham x64 ni tanlaymiz. Mana u yuklab olindi. Endi buni ham o'rnatamiz. Bu yerdan Install ni bosamiz. Mana u o'rnatildi. Endi Close ni bosib chiqib ketamiz. So'ngra mana bu yerdan ko'chirib olish tugmasini bosib, JetCafe extensions ni yuklab olamiz. Endi buni ham ustanovka qilamiz. Bu yerdan More info ni bosib, Run Anyway tugmasini bosamiz. Dalej ni bosamiz, Polniy rejimiga o'tkazamiz, Ustanovit tugmasini bosamiz. Dastur o'rnatildi, Gatov tugmasini bosamiz. Рабочий stolga qaytganimizda esa JetCafe extensionsga tegishli 3 ta dastur, Order Monitor, Call Monitor hamda JetCafe Bot dasturlari paydo bo'ldi. Endi esa RabbitMQ ni ishlashi uchun uni sozlab olishimiz kerak. Buning uchun JetCafe extensionsning istalgan faylini ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Open File Location ni tanlaymiz. Bu yerdan esa RabbitMQ configure degan faylni topamiz hamda uni administrator sifatida ochamiz. Buning uchun uning ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Run as Administrator ni tanlaymiz. Mana u sozlanyapti. So'ngra biror web brauzer orqali uning ishlayotganligi yoki yo'qligini tekshirib olamiz. Buning uchun brauzerga localhost 2.15672 deb yozamiz va poisk beramiz. Bu oynada dastlab username qismiga jet so'zini kiritamiz, password qismiga esa mana bu parolni kiritamiz. Hamda enter tugmasini bosamiz. RabbitMQ faollashtirildi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Nastroyki Broker soобщение bilan bog'liq qolgan sozlamalarni keyingi darsimizda o'rganamiz.